Hozirgi kunda tarqalgan keng o'sha virus bolalarda nega cho'zilib ketmoqda? Tuzalish shunchalik qiyinmi? Bolangizni eski retsept asosida davolamang. Bu virus boshqacha virus, oldingi viruslarga umuman o'xshamaydi. Shuning uchun buni davolash o'zicha alohida yondashuv talab qiladi. Ikkinchi asosiy siz qilgan xato har xil kapina variantlarini, vena ichi tomchilarini o'z boshimchalik bilan, ya'ni shifokor tavsiyasiz qabul qilishingiz. Bu kasallikning simptomlarini yashirishi mumkin, lekin asosiy kasallikni bartaraf etib bermaydi. Siz vaqt yutqazasiz, bola og'irlashishiga sababchi bo'lasiz o'zingiz. Hozirgi kunda tarqalgan infeksiya bu virus. Ko'pchilik ota-onalar, aynan siz antibiotiklardan noto'g'ri foydalanasiz. Antibiotiklar hech qachon virusli infeksiyani o'ldirmaydi. U aksincha bakteriya infeksiyani o'ldirib beradi. Bu tarqalgan virus, boya aytganimdek, bu boshqacha virus. Shuning uchun har bitta bolada individual yondashilgan, ya'ni har bitta bolada o'zini kelib chiqqan sabablariga ko'ra, klinik belgilariga ko'ra davolash kursi olib borilmoqda. Standart davosi yo'q. Farzandingiz isitmaladi. Siz buni qanchalik cho'zsangiz, kasallikni davolash shunchalik qiyin bo'ladi va asoratlari paydo bo'lish boshlaydi. Bu sizni va bizni davolashimizni yana ham qiyinlashtirib qo'yadi. Foydali ma'lumotlar uchun bizning sahifamizga obuna bo'ling.